Assalomu alaykum aziz otaxonlar va Munisa onaxonlar. Bugun 2026-yil 11-yanvar yakshanba kuni, dam olish kuni. Siz 70'ten keyingi hayot YouTube kanalidasiz. Bugungi suhbatimiz sizlar bilan juda qiziqarli temalarda bo'ladi. Bugun men sizga juda muhim bir savolni bermoqchiman. Xo'sh, 2026-yangi yilda pensionerlarni qanday hayot kutyapti? Bu to'g'risida siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Pensiyalar oshadimi? Narxlar tushadimi? Dori-darmon arzonlashadimi? Keling, bu savollar yechimi to'g'risida shoshilmasdan birgalikda mulohaza yuritamiz. Hayotdan misol. Tasavvur qiling, bozorga chiqdingiz. Narx-navolar kun sayin o'sib bormoqda. Cho'ntakdagi pensiya o'zimizda so'yilgan halol go'sht xaridiga yetmaydi. Shuning uchun chetdan kelayotgan nisbatan arzon bo'lgan go'shtdan xarid qilishga majburmiz. Men hamma pensionerlar birday shunday ahvolda demoqchi emasman. Lekin oramizda ozi kam bo'lsa-da shundaylar bor. Bu hech kimga sir emas. Pensiyamiz oy oxirigacha yetsa yaxshi. Yetmasa-chi? Bu bugungi hayotdagi ancha-muncha pensionerlarning haqiqiy ahvoli. Bu ham hech kimga sir emas. Tibbiyot va dori-darmon masalalariga kelsak, keksa odamga eng kerakli narsa sog'liq. 2026-yilda poliklinikalarda pensionerlarga xizmat ko'rsatilishi yaxshilanishi, bepul tahlillar ko'payishi, dori-darmon narxi nazorat qilinishi davlatimiz, prezidentimiz tomonidan rejalashtirilgan. Lekin bu rejalar qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Amalda bo'lishi zarur. Mahalliy hokimiyat esa prezidentimiz chiqargan qarorlarning hammasini og'ishmay bajarishlari, hayotga tatbiq qilishlari shart. Demak, 2026-yilda davlatning asosiy vazifalaridan biri pensioner qadrini saqlash va pensiyalar miqdorini real hayotga mos ravishda ushlab turish. Chunki narx o'ssa-yu pensiya o'smasa, pensiya qog'ozda bor, amalda yo'q bo'ladi. 2026-yildagi navbatdagi eng katta savolga kelamiz. Gaz, svet, suv va kommunal to'lovlari pensioner uchun zimmasidagi katta yuk. Oziq-ovqat, gaz, svet, suv narxlarini davlat nazoratida bo'ladimi? Pensionerning hol ahvoli to'g'risida kim o'ylaydi? Demak,
2026-yıl hükümet aldığı en mühim mesele narxlarını uçurab turuş. Bu pensionerler üçün devletinin en mühim siyasetidir. Şunun üçün 2026 yılda kem teminlengen kekselerge qoşumça imtiyazlar beriş, qışlaq joylarda ularga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash hukumat qarorlarida ko'zda tutilgan. Xo'sh, bu qarorlar, bu tadbirlar hayotga qanday tatbiq qilinadi, qanday amalga oshadi? Şunu unutmasligimiz kerakki, hech kim, hech qachon pensionerlarning qonuniy haq-huquqlarini biz o'zimizdek talab qilib chiqmaydi. Bunun uchun biz o'zimiz pensionerlar faol bo'lishimiz lozim. Faol bo'lsakkina mahalliy hokimiyatlarga murojaatlar qilsak, ro'y rast fikrimizni aytsak, mana bu YouTube kanalga obuna bo'lib, hammamiz birgalashib fikrlashsak, kutilgan natijaga erishamiz albatta. Agar siz ham biz katta avlod vakillarining qonuniy haq-huquqlarining himoya qilinishi tarafdori bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Birga bo'laylik. Birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar deydi dono xalqimiz. Men siyosatchi emasman. Siyosatga aralashish istagim ham yo'q. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning dono rahbarligida davlatimiz yuritayotgan oqilona siyosatni hamisha qo'llab-quvvatlayman. Lekin oddiy bir inson sifatida, oliy ma'lumotli yurist sifatida siz hurmatli pensionerlarga qonuniy haq-huquqlaringizni yana bir bor eslatib qo'yish mas'uliyatini o'z zimmamga oldim. Chunki bir dona bo'lsa ham yoshi ulug' insonga foydam tegsa, o'zimni baxtiyor hisoblayman. Xulosa qilib aytganda, 2026 yılı pensionerlarni qanday hayot kutyapti degan savolga 2026 yıl pensionerlar uchun ya yaxshilanish yili bo'ladi, ya sabr yili bo'ladi deb javob bersa bo'lar edi. Lekin qanday bo'lishi bu 2026 yılının biz pensionerlar uchun qanday kelishi bizning o'zimizning faolligimizga va davlatimizning bizga bo'lgan e'tiboriga bog'liq. Bu mulohazalarim bilan ko'pchilik pensioner kuzatuvchilarimizning kayfiyatini ancha xira qilganimni o'zim ham sezib turibman. To'xtang, shoshilmang. Davomini hali eshitmadingiz. Siz pensionerlarga 3 ta xush xabarim bor. Birinchisi, 2026 yildan boshlab tibbiy sug'urta tizimi va dori-darmonlarni mahallaning o'zida olish imkoniyati yanada kengaytiriladi. Endi pensionerlar uzun navbatlarda turna-qator bo'lib turmaydilar. Ikkinchisi, pensiyalarning bank kartasiga oladigan pensionerlar uchun yangi imtiyozlar e'lon qilindi. Bank kartasidagi pensiya pulni naqd qilishga shoshilmang. To'lovlarni terminallarda to'lasangiz, pensiya pulingizning barakasi ko'proq bo'ladi.
Üçüncüsü, kekse insan cemiyet tayanchi. 2026 yılda devletimiz kekseler uylariga, pensionerlar dam olish maskanlariga, keksalar uchun uyushtiriladigan madaniy tadbirlarga ko'proq e'tibor qaratmoqchi. Chunki keksa inson uyda yolg'iz qolib ketmasligi kerak. Agar bular amalga oshsa, barcha pensionerlar, siz, biz ancha yengil nafas olamiz. Men ham sizning kayfiyatingizni ozgina bo'lsa ham ko'tarib sal yengil tortdim. Hamisha sog' salomat bo'ling, nabiralaringizning rohatini ko'ring. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kelgusi videolarimizda ko'rishgunimizcha sog' omon bo'linglar.